Depal S07, S09 avtomobillarimizda avtosalonimizga terib qo'ydik. Ushbu avtomobillarimizda yangi yil chegirmasi orqali xarid qiling. Depal S09 to'rtavida avtomobilimizda ikki xil modeli sotuvda mavjud. Ultra pozitsiyasini 45300 ga, Ultra Plus'ini esa 48300 ga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Farqlarini hozir birgalikda test ko'rib chiqamiz. Ultra pozitsiya lidar bo'lmaydi, GT20 diska balon hisoblanadi, hamda orqa oynalari zavodskiy qoraytirilmagan bo'ladi, hamda rul abagrefi bo'lmaydi. Ultra Plus esa 21 Michelin diska balon, lidar funksiyasi bor, orqalari zavodskiy qoraytirilgan bo'ladi, hamda rul abagrefi bo'ladi. 2025 kuzovdagi AD Pro Depal S07 285 Max avtomobilimizda 19 diskaligini 28200, 20 diskaligini esa 28500 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan avtomobillarimizning barchasini pul ko'chirish va boshlang'ich 30% to'lagan holatda bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Tezroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing, biz siz bilan bog'lanamiz. Yangi yil chegirmasidan foydalanib qoling.